Bizani yangi shogird ukamiz. Necha yoshsan ukam? 22 yosh. 22 yosh. Politexnika universitetini yaqinda bitirib bizga shogirdlikka keldi. 22 yoshli bolaning ustozi 17 yoshli institut bitirmagan Abdujalil ukamiz. Men nima demoqchiman? Bu bolaga shunchaki 5 ketdim. Ego degan narsa yo'q, kibr yo'q. Universitetni bitirmagan, diplomi ham yo'q boladan, yetmaganiga o'zidan 5 yosh kichkina boladan hunar o'rganyapti. Xudo xolasa mana shu boladan umidimiz katta. To'g'rimi ukam? Bu degani universitetda hech narsa o'rgatmaydi, o'rganmaysizlar degan narsa emas. Shunchaki birinchi amaliyot kerak bo'lgan, shogird tushib oldin o'rganish kerak, keyin universitetga borib mustahkamlasa yana ham kuchli bo'ladi, to'g'rimi? O'qishda bilasizlar, talabalarda har doim moliyaviy qiyinchilik bo'ladi, pul yetishmovchiligi, qiyinchilik bo'ladi. Obedgacha o'qib, obeddan keyin ishlash imkoniyati bo'ladi, to'g'rimi? Ozgina o'tda-o'tdan montaj qilib, hozirgi masalan talabalarga yoki universitetga kirayotganlarga nima maslahat berasan? Birinchi hunar o'rganish kerak. Diplomga ishonib qolish kerak emas. Kibrni yo'qotish kerak, muhimi. Tushunasizlar? Men o'qishni bitirganman, diplomim bor. Endi o'qimagan bolalardan hunar o'rganamanmi degan tushunchani yo'qotish kerak. Gap unda emas. Diplom ko'p narsani hal qilmaydi. Shunchaki egoni yengili, mana shu bola shunchaki hurmatimga sazovor bo'ldi-da shu bola. Ego yo'q, kibr yo'q, o'zidan 5 yosh kichkina boladan diplom yo'q boladan hunar o'rganyapti. Mana shu bola uchun bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa kelajakda zo'r injener bo'lib ketgan, savatchi bo'lib qolaylik. Baraka top.